Nima bo'ldi o'zi? Chempion ya. Manga qaragin sen. Bugun tugatasanmi seni chaqishingni? Qanaqasi endi bu hozir tushunib bo'lmaydigan hayot shumi hayot? Men tushuntirib berishingiz qanday menga? Qaysinisi qaysi qizga ishonishdi, qaysi do'stga ishonishdi bilmay qoldim. Bir ijod qilish kerak bir. Ikkita qo'shiq aytdi degani bu zvezda bo'ldi degani emas-ku. Mana o'z ormondani, mana o'z ormondani nima uchun olganmiz? Nimasi bu men bilmay hozir va hech tushunmayapman hozir. Sen tushunsang aytgin menga do'stim. Siqiladi-da odam siqiladi. Men senga gapiryapman, ijod qilaylik deyapman. Bo'g'ib o'ltirib qo'shilasan shu. O'tirishingni qara. Shunaqa siqiladi. Qaysi biriga kuyinishni, qaysi biriga jon kuydirishni bilmaysan-da. Ey inson, men senga gapiryapman. Bu narsa qilaylik. Hatiyami bironta videoga, zapisga mana shundan foydalaning. Buni kechqurun chiroq yoqqan olganmizmi? Buni-chi? Buni video ko'rgan olganmizmi? Buni nima bo'lyapti hozir hayronman. Shu odobdanmi shu? Bir og'zim gapni, u gapimni o'ziga shunchalik qilib ketdi. Hozirgi qizlar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, bilmadim endi nima bo'lar ekan. Mana uni yonishini qara, qara. Mana manzara, shu jonivorni ham pulga olganmiz-ku. Bu chiroq kechqurun yoqish uchun emas, ijod uchun olganmiz-ku. Batga chiroqqa qizlarni nima daxli bor o'rta? Vayda. Biron narsa qilaylik, niyat bormi? Ikkita qo'shiq aytib qo'yib, zvezda bo'ldi degani emas bu. Ey bola, yana qaytaryapman. Yana qaytaryapman. To'xtat shu semizkan. Bu har kuni bo'ladigan narsa. Men ham olib turib, shunday qilib chaqishni bilaman. Lekin men ijod qilib kelyapti hozir. Biron narsa yarataylik, bironta yangilik qilaylik. Muxlislar bironta so'ragandir, bizga kutgandir. Al yig'ishtir semizkangda. Men uni ham diqqat ko'z. Nima deysan, men sendan bir fikringni olgan ekanman do'stim. Ijod qilishimiz kerak. Tushun, bir haftadan beri hali biron narsa qo'yilgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqda reels ko'rib o'tirib zerikmadingmi? Nima qilish kerak? O'qimaganlar ish ijod qilib o'sha narsaning ichida yuribdi. Biz nima qilyapmiz? Onasini hamsa o'sha bolalarni bori bitta turish kerak. Ey, nima deyapsan sen? Men qara bolalar, nimani gapiryapsan? O'zingdamisan sen? Men bola haqida gapirganim yo'q hali. Ijod qo'shiq aytil deb tushunyapsanmi? Baraka topkir. Yig'ishtirdi semichkanda optirim deb chaqishga meni ham aqlim yetadi. Tushuncham bor. Bitta narsa qilaylik deyapman, xolos. O'sha mana semichkan chiqib olingan hammasini. Cho'chib yording. Terib chaq maza qilib. Maza bo'lyaptimi hozir bitta garilani ko'tarib ichib olib, semichkani chaqib olib, meni ham qo'ldan. Rahmat. Ichaman deyapsan o'zing? Ichasanmi? Yo'q, rahmat. Ichganda ham bo'ldim, chaqqanda ham bo'ldim. Sen chaqsan, ichman, to'ydim hisob. Jiddiy vaqtingni ajratgin, men ertaga ketaman o'qishga. Bu kunlar o'tadi, ketadi. Qachon ko'tarilamiz unaqada? Xo'p, nima qilay hozir? Jon jigarim, bironta narsa qilaylik, bironta ijod qilaylik. Bekor o'tiribmiz, sen semiki chaqib o'tirsan. Men jon kuydirib senga gapiryapman. Mana o chiroqni o'ynashini qara, pilpillashini qara. Nima uchun chiqarilgan shu narsa? Bu ijod uchun qilingan-ku. Biron narsa qilaylik, baraka topkur, o'tiraversanmi, vaqt o'tib ketaveradi. Ichma shuni, bo'ldi, to'ymadingmi shuni ichib, tur o'rningdan deyapman senga. Ketaymi o'rta chetdan? Senga gapirish foydasi yo'q. Do'stim. Uzr endi. Tushunmay qoldim. Noto'g'ri tushunmang. Prosta aqo'tding, baqo'tding. Qatta yo'qdi, yaxshi ko'rgan qanaqa qiz haqida gapirding. Bolalar o'qib ketdi deding do'stim. Nima keragi bor shuncha siqilishdi o'rta? Nima qilasan siqilib o'rta? Nima keragi bor hayot tashvishlari o'ylanib, biz hali zo'r ishlar qilamiz do'stim. Ishongan zo'r ishlar qilamiz. Siqilma do'stim, qizlar ketadi.
ana bu gap aylantiradigan bolalar hammasi yo'q bo'lib ketadi. Siqilma do'stim. Nima qilasan asabiy. Sizlarda ham shunday do'stlaring bormi? Tezda shu videoni jo'natib qo'yinglar o'rtoqlaringga.